Assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimiz o'tgan darsimiz to'g'rirog'i, men ulgurmadim sizlarga tushuntirishga, video dars qilib tashlayman dedim. Mana 25-unit bizda have va have got, some va any'ni bir-biridan farqlari, o'xshash tomonlari, qachon ishlatilishini ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, have got yoki have sizlar hammalaringiz bilasizlar, bu bor degani. Bir narsa bor bo'lish, bir narsaga egalik qilish ma'nosini bildiradi. O'zbekchada ham bor deb tarjima qilamiz. Demak, nimaga endi bu yerda ikkita shaklini beryapti? Have ni alohida, have got ni alohida desa, ikkalasining ham ma'nosi bir xil bo'lgani bilan ishlatilishida ozgina farqli tomonlari bor. Shularni ko'rib chiqamiz. Siz darak gapda menda bor yoki unda bir nima bor deganda, mashina bor, chiroyli uyi bor deganda have yoki have gotdan qaysi birini ishlatishingiz farqsiz darak gaplarda. Inkor va so'roq gaplarda ozgina bir-biridan yasalishda farq qiladi, ma'noda farq qilmaydi. Va shularni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi have ni alohida o'zini bergan. Mana bu qismda, mana shu qismda have ni o'zini alohida bergan. Men buni alohida jadval qilib tashab beraman sizlarga. Yana bir ko'rib chiqasizlarda have qanday qilib inkor va so'roq gaplarda qanday o'zgarishini have got bilan solishtirib olasizlar keyin. Demak, birinchi mana bu yerdamiz darak shaklda ingliz tilida positive yoki affirmative deydi. Darak shaklda biz I, we, you, they dan keyin have ni ishlatamiz. He, she, it dan keyin have has ga o'zgaradi. Inkor shaklda I, we, you, they dan keyin do not have, he, she, it dan keyin does not have bo'ladi. Nima uchun bunday bo'lishini hozir keyin aytib o'tamiz. So'roq shaklda va qisqa javoblarda so'roq shaklda do I, ya'ni I, you, we, they dan oldin do yordamchi fe'li chiqadi. So'roq gapda he, she, it dan oldin does chiqadi va oxirida have o'zgarmaydi. Chunki bizda qoida bor, do, does dan keyin kelayotgan fe'llar o'zgarmaydi derdik. Agar yes bilan javob bersak, bundan keyin egalar va do yoki does dan bittasi. No bilan javob bersak, keyin egalar, ya'ni olmoshlar, kishilik olmoshlari va do not yoki does not dan bittasi bo'ladi. Demak, no bilan boshlangan javoblar not bilan tugaydi. Xo'p, have got da got bor. Mana bu got qismi bor. Agar have got bilan birga ishlatilsa, uni inkor va so'roq gaplari have yordamida yasaladi. Agar got bo'lsa. Agar got bo'lmasa, do yoki does yordamchi fe'li bilan yasaladi. Hozirgi zamonda aytyapmiz biz. Xo'p. Ana endi have got ni ko'rib chiqamiz. Bunda got fe'li bor, to'g'rimi? Demak, darak shaklda bir xil have got, has got bo'ladi. So'roq shaklda birmuncha boshqacha yuqoridagidan. So'roq shaklda bu I, we, you, they dan keyin have ga not qo'shiladi. Bu yerda do not, does not kerak emas endi. Chunki have got o'zi ikkita fe'l. Birinchisiga not qo'shilaveradi. He, she, it dan keyin has not got bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, so'roq gaplarda, so'roqda have va has egadan oldinga chiqadi. Egadan oldinga chiqadi, got egadan keyin o'zini joyida qolaveradi. Demak, bor yo'q qiladigan ishimiz have yoki has ni egadan oldinga chiqarish bo'ladi. Xo'p. Qisqa javoblarida have bilan yoki has bilan savol berilgani uchun javoblari ham have, has bilan bo'ladi. Bu yerda do, does bilan javob berish shart emas, kerak emas. Have bilan savol berilgan savollarga have bilan javob beraveringlar. Xo'p, yes dan keyin egalar va oxirida have yoki has dan bitta mos shakli, no dan keyin egalar va oxirida egaga mos bo'lgan have yoki has dan bittasi va not bilan tugaydi.
Biz doim aytamiz, no bilan boshlangan javoblar not bilan tugaydi, qisqa javoblar, to'g'rimi? Aytyaptiki, amerikalik American Englishda mana bu yerda aytyapti. American Englishda odatda have ni ishlatsa, British Englishda Buyuk Britaniyada have gotni ko'proq afzal ko'rishadi deb aytib ketyapti. Va bu yerda ikkita gap aytib qo'yibdi. I have two sisters and a brother. Men ikkita opam va akam bor desa, bunisida I've got two sisters and a brother deb aytyapti. Demak, bittasi American English va bittasi British Englishda aytyapti. Va sizda esingizdan chiqmasligingiz uchun watch outda qaytib takrorlab aytyaptiki, uchinchi shaxsda, ya'ni he, she, itdan keyin have o'zini qaysi shaklga o'zgartiradi? Has ga o'zgartiradi deyapti. Xo'p, have hasni qanday holatlarda ishlatamiz? Bu unchalik muhim emas. Biz bularni hammasini ishlatamiz, faqat qoida sifatida o'rganganimiz yo'q. Demak, bir narsaga egalik qilishda, oila a'zolarini aytishda, I have two uncles desangiz masalan, yoki he has two uncles desa. Mana gaplarga e'tibor bersalaringiz, ikkita shaklni ham qo'yib ketyapti. We have a black car deyishingiz mumkin yoki we have got a black car deyishingiz mumkin. We have a black car yoki we have got a black car. Ikkalasining ham ma'nosi bir xil. He has two uncles, he has got two uncles. She has short hair, she has got short hair. Bitta odamning xususiyatlarini, bitta narsani xususiyatlarini aytishda. Uni soch kalta desak. Okay, oxirgisida bolezni deb qo'yibdi. Bu illness, kasalliklar. Xo'p. O'zimizda qandaydir kasallik bo'lsa yoki kimdadir qanday kasallik bo'lsa, have bilan aytishimiz mumkin. I have a terrible cold. I've got a terrible cold. Juda ham qattiq shamollaganman deb aytyapti. Xo'p, bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa nima? E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar, xo'p, have gotda inkor va so'roq shakllariga e'tibor beramiz va yakka o'zi have ni yakka o'zi kelganda daragapda inkoriga e'tibor beramiz. Mani maslahatim sizlarga ikkala shaklni chalkashtirib yubormaslik kerakda, o'zingizga qulay bo'lgan bitta shaklni oling. American Englishmi, British Englishmi, mana bu qismni aytyapman. Birinchi qismni ishlatasizmi, ikkinchi qismni ishlatasizmi, o'zingizga qulayini tanlab olingda. Kimgadir have ni yakka o'zini ishlatish, inkorda don't have deyish yoki doesn't have deyish, do you have, does she have deyish osonroq bo'lsa, kimgadir birinchi shaklni tanlagani ma'qul. Agar kimdir yo'q, men chalkashib ketaman, do'ni, doesni qayerga qo'yishni bilmay qolaman desa, have got ni tanlagani yaxshi. Chunki have got da inkori have not got, so'rog'i have you got ga o'xshab yasaladi. Mana shu have got ni tanlash osonroq. Aynan shu bilan nima deydi? Osonroq shaklda o'rganib ketaverasizlar. Yana have ni ma'nosini ham beradi. Va ana endi boshqa qismi, ya'ni speakingda yoki listeningda bular qanday bo'ladi? Odatda have speakingda biz gapirayotganda yoki tinglab tushunayotganda va degan tovush bo'lib ketadi. I've, she's deb ketadi. Unchalik have yoki has deb aniq aytmaydi. Buni yonida got bo'lsa, bilib olish juda ham oson. Masalan, I've got deydi. I've got. Gotdan bilamizki, demak bundan oldingi fe'l have kelgan bu yerda. Mana shundan e'tibor berish kerak. Listeninglarimizda ko'pincha chiqib qoladi bu. I've got two sisters, I've got 10 cars deb aytib ketadi. Mana shu yerda got ga e'tibor bersalaringiz, have tovushini eshitmay qolgan taqdirda ham, demak menda bor degan gapni aytyapti yoki inkor gaplarda yoki so'roq gaplarda qisqartirsa shunga e'tibor berish kerak. Mana bu bitta qo'shimcha qismi. Ana endi
Shundan kelib chiqib ikkita jadval tashlab beraman men sizga. Ikkita jadval. Birinchisida have ni har biriga har bitta egalar bilan ishlatilishi va bittasi have got ni alohida ishlatilishi. Va u yerda yana qo'shimcha bir ikkita ma'lumotlar bor. Ularni ham aytib o'tib ketaman. Xo'p. Ana endi some va any ga o'tdik. Some va any bir nechta, biroz degan ma'noni bildiradi. Ikkalasi ham. Darak gaplarda odatda bir nechta, biroz degan ma'nolarni bildiradi. Ishlatilishi ikkalasini ham ishlatilishi faqat o'zidan keyin nima kelishiga qarab bir xil. Xo'p, somedan keyin ham, anydan keyin ham ikki xil narsa kelishi mumkin. Birinchisi yo ko'plikdagi ot keladi. Mana some cars, any cars. Tushunarlimi? Some people, any people. Some children, any children. Some books, any books. Demak, birinchisi nima deyapmiz? Ko'plikdagi ot keladi. Buni yozib olish kerak. Misoli bilan. Some va anydan keyin ko'plikdagi ot keladi. Undan keyin nima kelishiga e'tibor beryapmiz hozir. Qayerda ishlatilishiga e'tibor berganimiz yo'q. Xo'p. Yoki ikkinchi usuli some yoki anydan keyin sanalmaydigan ot keladi. Sanalmaydigan. Some sugar, any sugar. Some air, any air. Xuddi shunga o'xshab. Some rice, any rice. Some bread, any bread. Biz breadni ham sanamaymiz. To'g'rimi? Xo'p. Birinchi usulda aytdik. Undan keyin ko'plikdagi ot kelishi mumkin. Ikkinchisida sanalmaydigan ot keladi. Xo'p, shunda qanday ma'no beradi? Some people desa bir nechta odamlar yoki ba'zi odamlar desa ham bo'ladi. Some cars bir nechta mashinalar yoki ba'zi mashinalar desa bo'ladi. Any ni ham xuddi shunday tarjima qilish mumkin. Faqat hozir darak, inkor, so'roq gaplarda ishlatilishi va holatlarda ishlatilishini ko'rib chiqqan paytda buni ma'nolari o'zgarganini ko'rib boramiz. Bosqichma-bosqich. Xo'p. Demak, birinchi o'rinda o'rganib oldikki, somedan keyin yoki anydan keyin ko'plikdagi ot kelishi mumkin yoki sanalmaydigan ot kelishi mumkin. Some cars, some sugar. Any cars, any sugar yodimizda qoldi. Demak, ana endi ishlatilishiga e'tibor beramiz. Xo'p. Mana bu yerda some'ni ishlatilishini aytib ketyapti. Demak, birinchi o'rinda aytayaptiki, some nima deydi? Утвердительных высказываниях. Demak, bu darak gaplarda ishlatiladi. Darak gaplarda. I've got some biscuits. Ya'ni menda biroz pishiriqlar bor deganda bir nechta pishiriqlar bor desa yoki nima deydi? Some bilan aytadi. Ya'ni bu darak gap. It's okay, I've got some money. Menda biroz pul bor deyapti. Xuddi shu ikkita usulni ishlatyapti. Ko'plikdagi ot va sanalmaydigan ot bilan birga ishlatib ko'rsatib beryapti. Demak, birinchisi some darak gaplarda ishlatiladi. Ikkinchi uslubi so'rov va takliflarda ishlatiladi. So'rov va takliflarda. Demak, some taklifda yoki so'rovda ishlatilishi mumkin yoki darak gaplarda ishlatilishi mumkin. Mana so'rovda ishlatilishi would you like some tea and biscuits? Biroz choy va pishiriqlar xohlaysizmi? deyapti. So'roq gap bo'lishiga qaramasdan some ishlatyapti. Nima uchun? Bu taklif. Yoki can I have some tea and biscuits please? Biroz biskuit va choy ichsam, yesam bo'ladimi? deyapti. Xo'p, bu yerda esa so'rov. O'zi uchun bir narsa so'rab olyapti. Mana shundan kelib chiqib, bu qoidani ham esda saqlab qolish kerak. Demak, some odatda darak gaplarda ishlatiladi va so'roq gap bo'lishiga qaramasdan nimada ishlatiladi? Ya'ni so'rov va takliflarda ishlatiladi.
Buni qoidasini ham yozib olib, misollarni yozib qo'yish kerak, esda qolarli bo'ladi. Xo'p. Any bir nechta, biroz degan ma'noni bildirsa ham, inkor va so'roq gaplarda biroz ma'nosi o'zgaradi. Demak, ishlatilishi any'ni biz odatda inkor va so'roq gaplarda ishlatamiz. Ana endi yuqorida menda biroz pishiriqlar, bir nechta pishiriqlar bor deganda, shuni inkor qilsak I haven't got any biscuits desa bo'ladi. Yoki pastda mana o'zini gapida I haven't got any apples. Bu inkor gap. Haven't ga not bor. E'tibor berasizmi? Yoki I haven't got any money. Menda pul yo'q deb aytyapti. Bu yerda any'ni qanday tarjima qilamiz desa, hech qancha desa bo'ladi. Menda hech qancha pul yo'q. I haven't got any money. I haven't got any apples. Menda hech qancha olma yo'q. Biz o'zbek tilida qandaydir hech nechta demaymiz. Hech qancha deymiz. To'g'rimi? Sanaladigan bo'lishiga qaramasdan. Yoki umuman olma yo'q, ko'p olma yo'q. Ko'p deb bo'lmaydi. Bu yerda ko'p biroz xato va qo'pol chiqadi. Xo'p, so'roq gaplarda have you got any apples? Sizda olmalar bormi? Biroz olmalar bormi? Yoki bir nechta olmalar bormi? deb tarjima qilsak bo'ladi. He has he got any money? Unda biroz pul bormi? deb savol berganda any'ni ishlatamiz. Nima uchun? Chunki so'roq gap bo'lgani uchun. Yuqoridagi any'ni nimaga ishlatdik? Chunki inkor gap bo'lgani uchun. Xo'p. Yuqorida ham e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda ham so'roq gap edi, bu yerda ham so'roq gap edi. Bularning farqi nima desa, mana bu pastdagilar oddiy so'roq gap bo'lsa, yuqoridagilar taklif va so'rov. Taklif va so'rov. O'zi uchun bir narsa so'rash yoki taklif. Xo'p, pastda aytyapti, some so'roq gaplarda ham ishlatilishi mumkin. Qachonki nima bo'lsa, so'rov yoki taklif bo'lsa. Can I have some sugar? Biroz shakar olsam bo'ladimi? Shakar yesam bo'ladimi yoki would you like some sugar? Biroz shakar xohlaysizmi? deyapti. Va oxirida chalkashmaslik uchun ba'zi bir narsalarni aytib ketyapti. Darak gap birlikda samni ishlatib yubormang. Samdan keyin ko'plikdagi fe'l keladi yoki sanalmaydigan ot keladi deyapti. Agar bitta narsani aytmoqchi bo'lsangiz, menda bor deb I've got a book deng, I've got some book demang. Samdan keyin books bo'lish kerak, chunki bu sanaladigan ko'plikdagi ot bo'lish kerak deyapti. Demak, bularni ko'rib chiqasizlar-da. Yana bir marta kitobimizda xuddi shunday berilgan. Misollarni yozib, qoidalarni yozib, o'rganib, yodlab, o'zimizdan gaplar tuzsak yana ham yaxshi bo'ladi. O'zlaringizdan gap tuzishga harakat qilinglar, hech bo'lmasa bitta va keyin uni tekshirib qo'ying. Darak gapda ishlatdimmi? Undan keyin ko'plikdagi fe'lni otni ishlatdimmi yoki sanalmaydigan otni ishlatdimmi? Any'ni inkor gapda ishlatdimmi? So'roq gapda ishlatdimmi? Any'dan keyin kelayotgan otga e'tibor berdimmi? Ko'plikmi? Sanalmaydigan otmi? deb shunday bir misol tuzib chiqish kerak.